Assalomu alaykum do'stlar, omonmisizlar, charchamaysizlar. Kamina G'ayrat Mahmudov sizlar bilan YouTube kanalimda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Men hozir Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridaman va Sulaymon tog'ini tarixiy arxeologik muzeyidamiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Sulaymon tog'i, mana Qirg'iziston bayrog'i, mana Sulaymon tog'i. Biz hozir arxeologik ishlar ketayotganligi tufayli tog'ga chiqqanimiz ekan, lekin muzeyga kiramiz. 2019-yil tog'ga chiqqan edim. Lekin hozir muzeyga birinchi kirdimda YouTube'ga bitta video qilmasam bo'lmayotgan edim, chunki juda ham ajoyib bir saqlangan narsalar bor ekan. Shuni sizlarga ko'rsatmasam qoplamaydi akalar hozir. Hatto ko'rishib olsam odam ko'p ekan, mana hozircha odam kamagandan keyin ko'rsatib chiqaman lekin ashshay. Do'stlar kelib kelaveramiz. Endi mana manzarani qaranglar. Mana bu yerda mana hayvonlarni o'sha muhiti bilan tulkimi, bo'rimi nima yozib qo'ygan mana. Jilanchi, sarjazal, kekilik, tulki, qashqulaq, echkemar deb turib yozib qo'ygan. Mana echkemar. Burgutlarni ko'ryapsizlar. Tepada burgutlarni ko'rishingiz mumkin. Mana konkret ekan do'stlar, maza qilib. Mana uni aytib qo'yaman. Mana gul 7 yilda bir marta ochilar ekan. Agarda bu gul yulib oladigan bo'lsangiz, to'g'ri qamoqqa ketasiz ekan. Qizil kitobdagi gul ekan. Shuni aytib qo'ying. Ha. Siz aytib bo'ldingiz-ku, ketdik. Ha. Siz aytib qo'ying, qirqa olasiz. Mana do'stlar, elik, kosuliya degan terlar o'xshatgan. Qaranglar. Bu nima deyiladi? Bug'imi bu? Bug'i. Arkar debdi. Terini o'xshatmang, toza teri u. Toza terida haqiqiy ekan do'stlar. Mana qarang. Mana ko'rasizlar, qushlar har xil mana kaklik, nima bo'ldi mana. Karashoro, ayrib quyruq, jagalmay, qirg'ovul degan qushlar ekan. Qirg'ovul muxtlar o'xshatgan. Bu bug'imi kiyikmi nima bu? Bu original terilar ekan do'stlar. Mana kelaveramiz yana. Mana ular har xil turdagi qushlar, o'rdak, laylak, bilasan-bilasanlar. Bu vashitda bor qushlar ekan. Mana. Nima qilyapsizlar ko'yda? 95 ta. Argina tutganmi? Yo'q. To'ng'iz. O'sha kelmaydi ham. Ha, to'ng'izlarmi? O'sha kelmaydi ham. To'ng'izdan to'qlar. To'ng'izlar. Ikkalasi o'sha kelmayapti. Gap yo'q, aytdim. Juda bir chiroyli qilib o'xshatishibdi. Shuni bir chiroyli qilib o'xshatishibdi. Rost ekanmikin deb o'rasiz ham uni. Cho'chiysiz ham bunaqa qilgan. Ushlab ko'rgan. Shu orasida hozir. Rost ekan, rostdan ekan o'rtoqlar. Ma'g'irlar. Taningni qarang. Rosa go'sht bo'ladi-da, yesiz. Nima qarang. Sirtlonmi mana? Ha? Ha. Qarang. Shular, bu haqda gap yo'q lekin. Mana qo'y. Original-da akalar. Original Lacoste. Original brend. Mana original brend bu muzey. Do'stlar bilan qandaydir o'zlarining mashhur shaxslaridan, eski o'sha paytdagi rasmlardan, bu ham qandaydir mashhur shaxslardan mana tog'ni qaranglar, tog'ni vodiychi bo'lsa kerak, shuncha tog'gacha buni ham juda chiroyli o'xshatishgan. Gap yo'q. Qani endi ko'rsatamiz. Undan keyin shunday qazganda bunday jiqachqa solib, undan keyin bo'mish qo'yamiz. Hayvonlarda mana original terilari do'stlar. Mana arqonlar, o'sha Qirg'izistonda eski qanaqadir anjomlari, xo'jalik uchun ishlatiladigan. Mana bu yoqqa kelsa, ularning eski gilamlari, kiyimlarini ko'rishingiz mumkin. Mana Qirg'izistonning milliy kiyimlari. Eski milliy kiyimlari. Mana do'stlar, O'sh shahrida. Beshik. Tayt eshik. Naryoqda eshik. Mana do'stlar, misdan qilingan ekan. Toza mis. Sotsa pul oladi. Rubob. Mana
Alimbek datka tashqarida ko'rgandik. Alimbek datka. Kurmanjan datka. Menimcha ayollari bo'lsa kerak, yo bilmayman yana. Aniq fakt yo'q. O, qurollar o'sha urush paytida ishlatgan qurollari. Mana. Eski tikuv mashinasi. Bari qadimiy eski narsalar ko'rsatyapmiz. Mana yana eskilardan mana Yoma burger. Bu yerda mana ilgari modda mana Yoma burgerda o'tirishibdi. Ha, Yoma burgerda o'tirishibdi. Ilgariki Yoma burgerda o'tirishibdi. Ne gap yo'q, o'sha paytdan. Ha, gap yo'q. Sizlar mana eski saksofon deydimi? Nima deydi buni nomini bilganlar bor? Mana bunaqa plastinka. Qoyil lekin. Tarixiy odamlari eski o'sha xullas kalam Qirg'izistonda shu mashg'ulotga kelishiga sababchi bo'lgan insonlar, katta odamlar xullas.